aytibdi bizga bir eshak sovchi jo'natibdi dedi. Biz debdi kitobni ko'tarib yurgan, kitob o'qigan-u yodlamagan, kitobni tushunmagan odamga tegmaymiz abadan dedi. Bular johil-ku bular. O'qigan kitobini bilmasa. Shu borib kelganlar aytadi, onalar masalan bolasini uxlatib tursa, Qatirnadan o'qib uxlatar ekan. Qarang, Nahudan. Alfiyani o'qib bolasini uxlatyapti. Ovqat pishiryapti, Alfiyani o'qib. Bizni diyorlarda Alfiyadan dars berish olmaydi. Dars beringsiz, nima qilasan bu kitobni o'qib? Qo'y buni, boshqa kitoblarni o'qi. Aytmaydi bu qiyin, bu biz dars bera olmaymiz demaydi. Bu Afrikada kampirlar ovqat pishiryapti turib o'qib qo'yyapti. Qarang, ilm bo'lsa, odamlar ochligidan o'lyapti turgan bo'lsa ham bo'laveradi. Borib kelganlardan so'radim. Bu yerda haligi biz televizorlarda ko'rganmiz, kitoblarda o'qiganmiz, zararli chumolilar, zararli tashchalar bor deydi. Bor ekanmisan? Bor ekan deydi. Qarang, bor. Shuncha zararlisiga bor ilm o'qishyapti odamlar. Qiyin juda. Qumdusda yotamiz. Telefon yo'q, internet yo'q. Suv uchun qanchalik safar qilamiz? Uzoqlardan suv olib kelamiz hududlardan. Shunday qilib o'qishyapti bolalar. Biz bu sharoitimizga shikoyat qilib o'tiramiz. Yaxshi yashamayapmiz. Madrasalarimiz yaxshi emas. Imkonlarimiz yaxshi emas. Biz orzu qilyapti degan narsalarimiz, ya'ni qasrlarda orzu qilyapmiz biz. Ilm insonni afzal qiladi, jamiyatni afzal qiladi. Biz ajdodlarimizga o'xshab, Imom Buxoriylarga o'xshab, yana o'zimizning zamondagi eng afzal inson bo'lishni xohlasak, ularning yo'liga qaytaylik. Ilm yo'liga qaytaylik, afzal bo'lasiz. Boshqa yo'llarga aldanmang. Ilmdan boshqa yo'lga aldanmang. Din dushmanlari sizni ilmdan boshqa yo'llarga aldab ketishyapti. Nimaga? Agar ilmga qaytsangiz, Buxoriylarga o'xshab yana aziz bo'lib qolasiz, Imom Buxoriylarga o'xshab. Hammadan afzal bo'lib qolasiz. Hamma sohada ustoz bo'lib qolasiz.